Üç padişahlık, zaman halkıgan muşavvir. 20. bab. Şirmet palvonlarning amaliy kuchi. Genmo paraz qilgandek, Shuchuning 500 dan ko'proq sahra boturlarini boshlab, Lupi bilan Gungduga el bo'lishi nihoyat muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu 2 yildan beri ular Shuchudan qo'rqib yashab kelgan edi. Shuchuning nahiya ambili bilan yomonlashib qolganligini anglab, qilchimi gumonlanmadi. Nimalar degan bilan ular o'zlari bu parxo'r xiyonatchi mansabdorlarning kasofatidan yashash yo'li topolmay isyon ko'tarishgan edi. Ularchi bo'lganda buyuk Xandiki barliq mansabdorlarning hammasi kishiga hayotlik yo'li bermaydi. Shunga ular Shuchuning qo'lini tutgan holda bu amaldorlarni tillashqinicha birlik sap hosil qilishdi. Ular hatto eng zo'r samimiyatini bildirish uchun bu sahra boturlarining qurollarini yig'ib olmay, ularni o'z odamlari qatorida ko'rib, hardoqini chiqarish uchun uda 3 kun yeb ichish bilan bo'lishdi. Diyen inimiz haqiqatan aqlliqkan. Biz Ronanga kirishimiz bilan hujum qilmabdi. Bu necha kundan beri bu qaraqshlar rastli bizga ishinib qoldi. Gerçi ularning qurollarini yig'ib olmagan bo'lsa-mu, lekin ular yanada nazorat holatida turib-atadi. Har bir sharkitini yupilar 5 qo'ldak bilib turadi. Nazoratga o'rinlashtirilganlar 6-kuniga borganda ondan qaytirib etildi. Bu balkim Shuchularga to'liq ishonganligidan bo'lsa kerak. Bu kuni kechida el yotquv vaqti bo'lay deganda, gumon qo'zg'ab qo'ymaslik uchun Shuchu o'zi yolg'izla o't bulut qilichini ko'targanicha shimoliy qovoqqa keldi. Aslida shu yonda sangun keldi-da. Kechilik qamal boshlandi. Qandaq? O'zlari shahardan chiqmoqchimidilar? Ha, havo yeb kiray deyman. Dedi Shuchu qovoqni mit qilmay turganicha. Nimalar degan bilan yondosh sangun tursa, bu chaparmanlar qo'g'lib yetishga petin olmay, hammasi mushundaq turishga majbur bo'ldi. Qanchalik vaqt o'tdikin, bir chaparman to'yiqsizlik bor kirdi. Sirtda o't yo'rig'i ko'rinyapti. Hech qisi yo'q. U birodarlarimiz bergan belga. Deginicha beshini chiqarib mash'al borligini jazmlashtirdi. Nima belga? Yanda sangon. Sizlarni o'ltirdigan belga. Gapini tugitib, o't bulut qilichini birli shiltibla quvib beqilayotgan 4 chaparmanni bir taraf qilib atdi-da, ondan oldiga o'tib, eg'ir taqoqni ko'tardi. Ko'langiga minib olgan Dianvey hammaning oldida qo'sh tabarini ko'targunicha besib kirdi. Uning orqasida 700 dan ortiq Dian bargohining lashkarlari bor edi. Ordu lashkarlari baka. Ordu lashkarlari keldi. Tez kirib sanog'ini xabar qiling. Ordu lashkarlari baka. Ordu lashkarlari keldi. Tez. Kirib sanog'ini xabar qiling. Ordu lashkarlari keldi. Sepildiki qaroqchilar suran cho'qon ko'tirib, tovlashqinicha qo'llaridagi nag'ri dumboqlarini chelishga boshladi. Afsus, bu chog'da shahar qo'lga echilib bo'lingan bo'lib, Dianvey qatorliq kishilar sepildiki chaparmanlar bilan kori bo'lmay, udul baliq ichiga qarab etilishdi. Baliqning ichida qaroqchilar orqa-orqadan paydo bo'lib, 2-300 bir to'p bo'lib, qilich o'tig'ishlarini ko'targunicha etilib kelishdi. Dianvey va Dian bargohidagilar qilchimi to'xtab qolmasdan, xuddi yirtqushlardek etilib bordi. Bu net 100 kishilik to'p otliq lashkarlarning hujumi ostida chang to'zandek to'zib ketdi. Qo'q beqilayotganlar o'lishdingmi? Nimishqa otliq lashkarlarni kirgizib o'tsa? Bu ablah osiylar bor ekan. Ularning oygoqchilari bor ekan. Tabil ovozini anglagan chog'da ular birsining Runan nohiyasiga kechalab hujum qilganligini bilgan bo'lsa-mu, lekin ot qo'shin ekanligini hech qaysisi xiyoliga keltirmagan edi. Piyoda lashkarlar otliq lashkarlarga ro'bro kelsa, o'zini o'limga tutib berganlik bo'lmay nima? Dianvey Dian bargohi lashkarlarini boshlab, xuddi qo'g'in qapoq kesgandek bu parch-pura tarqilib yurgan qaroqchilarni birdamdala chepib yotqizib yetib,
Putkul ko'cha jasad bilan liq to'shib, qonlari daryodek oqdi. Dianway o'ltirgan seri jonlanib ketyapti. Baliq ko'chalarda chetib yurib, putkul badani qon bilan ho'l bo'lib ketdi. Uning bu mudhish chiroyini ko'rgandan keyin yordamga kelgan qaroqchilar qo'rqqanidan putlari titrab ketishdi. Laudian, bo'ldi o'ynashma. Biz bilan yuring. Yupi bilan Gungduni o'ldirib, boshqalarni iningiz degandek el qilvoqdaklarini el qildiraylik. Arkasından Shuchuning tovlagan ovozini anglagan Dianway shundala o'zining bugun kecha bu yerga mashq qilish uchun kelmaganligini esiga ilib darhol tovladi. Lan shu, yo'l boshlab. Dianway Dian bargohidagi lashkarlarni mayliga qo'yib o'tib, o'zi Shuchu bilan birga bir tarafga qarab chepib ketdi. Uzun o'tmayla ikkisi bir qasr oldiga kelishib otdan tushdi. Yupi bilan Gungdu ishida. Yuring. Shuchu og'zini purishtirib qo'ygandan keyin oldiga o'tib qizil sirliq eshikni bir tepibda ochqunicha ichiga bosib kirdi. Qasr ichida qilish mayzlari yaltirab, dod faryod sadolari anglanib turardi. Orqadan bir necha kalla do'milg'inicha uchib chiqdi. Ularni ko'rganda odamni o'ldiravermaydi. Qiyri, ojiz, ayollar va bolalar bilan kori bo'lmadi. Qarshilik ko'rsatganlar bo'lsa, qarshi taraf qurollarini ilib bo'lguncha qonlari chachrab, jonlaridan ayrilib qoladi. Shuchu, bizni sana yomon qilmagandik-ku. Nemiski bunda qilisan? deb tovladi shirmat chavandozlarning savutini kiyib olgan bir qo'rqqan holda. Yupi, bu ishtiqolcha. Texsan yomon qilmadim deb atamsan. Bu 2 yildan beri Chaojin aymoqida bulan-talan qilgan oshliqlaring, o'ltirgan odamlaring ozmi? Bularni hisoblab baqdingmi? Butun badani chachirgan qonlar bilan bo'yalgan Shuchu o'rgirgunicha so'ridi. Yupi duduqlig'icha nima deyishini bilmay qoldi. Buni ko'rib Shuchu neri berisini surishtirmay birla chepividi. Yupining kallasi kuchib tushdi. Gungdu-chu. Voy qirg'in qilib bostirib kirganda o'ldirib etdim. Sözünü tügütüpla Shuchu Yupi'nin kallasını elip çıkıp gitti. O çilantoruk argımakka menip koludaki kallını pulanlatqınıca g'azab bilan tovladi. Yupi bilan Gungdu o'ldi. El bo'g'anlar hayot qoladi. Qarshilik ko'rsatganlar o'ladi. Uzun ko'chada bu g'azablik varqirash, barliq dod, faryod va chirqirashlarni besib tushib, yiroq yerlargacha yangrab ketdi. Uzun o'tmayla baliqdagi seriq yog'liqli qaroqchilarning hammasi qarshilik ko'rsatishni to'xtatdi. Tong amdili yo'rig'anda Dian bargohidagilar va shu jamiyati kantidan kelgan sahro boturlari baliqdagi jasadlarni asosan bir taraf qilib bo'lishdi. Dian momo Dian bargohidagi 10 necha yasovulning qo'g'dishi bilan kelib bu ikki botur bilan ko'rishdi. Ağa, Junkan. Keldingmi? Inem. Qandaqroq? Endi qaysi nahiyaga hujum qilamiz? Ha? deb so'radi hayajon bilan. Qarmoqqa qirg'in qilaverib kirishib ketgan edi. Dianmo kulgunicha mundoq dedi. Ronan aymiqida 17 nahiya bor. Hammasidikisini qirib olalamsan? Ronan nahiyasini asaqlı bo'ldi. Qolgan ishlarni pasibonimiz o'zi bir yoqli qilib, odam avatib, bir-birlab o'tkazib olib, mudofaa qilsa bo'ladi. Biz uni g'imini qilmasaqmi bo'ladi? Amisa hammamiz yanjo qaytib ketsak, Ronanni qanday qilamiz? Biz ketishimizga qaroqchilar kelib besib olsa, ovarchilik bo'ladi. Og'am Dian bargoydikilar va Hilqi Sahra botirlar bilan boshqarib tursin. Junkan men bilan yanjo'g'i bering. O'z navbatida ishqinglar uchun to'pi talab qilay. Dianway bilan Shuchu bir-biriga qarashdi. Qaraganda Dianmo burilib pilallab bo'ptikanda. Ish bu yerga yetganda Shuchu xotirjam holda Dianmo bilan Puyanga borsa bo'ladi. 5 tuman qaroqchi saqlab turgan Ronanni egilab bo'lgandikin, boshqa nahiyadagi qaroqchilarning qo'rqqanidan yuraklari qepidan chiqqandek bo'lib, Chaoshan nahiyasi tinchlanib qoldi. Voy, otamni yo'qlig'i kelib, pasibonimiz bir qabul sanğın tep berish bilan birga yana texi Ronanni egalishimizni o'ylab baxmabdi ekanman. Pasibonimiz cho'qim qattiq xush bo'lib ketdi. Dianway g'ingshib naqshi etqach, bakli xushal bo'lib ketgan edi. U
Savsavning bu ishlarni bilgan chog'dagi chiroy ifodasini tasavvur qilib, o'zini tutib ololmay kulib ketdi. Buningga nima amal? Kim ukamni buncha aqlli bo'lsin debdi-kan? Bo'ldi og'a. Qo'limizda aran mushinchilikli lashkar bor. Agar zo'r dushmanga yo'liqib qolsak, tankilamay qolamiz. Shunga bu kunlarda baliqni yuvashlik bilan turing. O'zingizni tutib ololmay, sirtqa chiqib yurmang. Xo'shlashgan chog'da Dianmo og'ziga xuddi inisiga tarbiya qilgandek tarbiya qilib edi. Shuchu qaqoqlab kulib ketdi. Nima kulasiz? Lavshu, sizga deb qo'yay. Ukamni bexatar holda sizga topshirdim. Agar uning bir atal mo'yi kam bo'lib qolsa-mo, hisobini sizdan olaman. Shu jamiyat kentidagi vaqtimizda deyish bo'ldik-ku. Agar iningiz Ronandagi qaraqishlarni tinchitib, Chavshanni tinchlantira olsa, ikkimiz keyingi umrimizda uningga jon fido qiladigan bo'lgan-ku. Kim iningizga ziyonkashlik qiladi ekan, oldi bilan mening jasadimni otlab o'tish kerak. Shuchu maydisiga mushlab, qoyil bo'lmoqchilar o'zining o't bulut qilichidan so'rishi kerakligini aytdi. Bundaq bo'lg'ashqa, Dianwaymu o'zil kesil xotirjam bo'ldi. Nemeli degan bilan Shuchuning qandoq o'rinda ishkanligini u obdan bilatdi. Odatdagi o'g'ri qaroqchilar qancha ko'p bo'lsa-mu, uning oldida Dianwayga zaxmi yetkazolmaydi.